Ushbu video orqali sizlarga qanday qilib nazoratli kurslarga qo'shilish mumkinligini ko'rsatib o'taman. Buning uchun Kelajak Mediklar boti orqali biz Kelajak Mediklar mini ilovasini ishga tushirdik va kurslar bo'limiga o'tdik. Va men bu yerda bir nechta kurslarda namunaviy darslarni ko'rib chiqdim va intensiv sertifikat kursiga qo'shilmoqchiman. Demak, buning uchun ushbu kursga ko'rish tugmasini bosdim va ma'lumot berilgan. Ushbu kurs 120 ta darsdan iborat, davomiyligi 6 oyni tashkil etadi. 3 ta bepul ochiq dars bor ekan va bu yerda namunaviy darslar ham ko'rishim mumkin. Undan tashqari bu yerda quyidagi video qo'yilgan. Mana shu YouTube'dagi videoni ko'rib, ushbu kurs haqida yana ham to'liqroq batafsil ma'lumot olishim mumkin bo'ladi. Undan tashqari kurs haqida quyida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Demak, ushbu kursda nechta modul borligi va kurs narxi quyida ko'rsatilgan. Demak, kursning oylik narxi 250 ming so'mni tashkil etar ekan va ikkita guruhga ayni paytda qabul jarayonlari davom etyapti. Birinchi guruhimiz dushanba, chorshanba, juma kunlari soat 5:00 dan 7:00 gacha. Keyingi guruh esa dushanba, chorshanba, juma kunlari 21:00 dan 23:00 gacha ekan. Masalan, men bu yerda o'zimga ma'qul kelgan vaqtni tanlayman va sotib olish tugmasini bosaman. Sotib olish tugmasini bosganimdan keyin menda yangi oyna paydo bo'ladi. Bu yerda to'lov usulini belgilashim kerak bo'ladi. Klikdan to'laymanmi yoki Payme dan to'laymanmi? Agarda telefoningizda Payme ilovasi bo'lsa, Payme ni belgilab to'lash tugmasini bosishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa, Klik ilovasi bo'lsa, Klik ilovasini belgilab, Klik ilovasi orqali to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Agarda telefoningizda hech bir Klik ham Payme ilovalari ham bo'lmasa, bunday holatda ham to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Ayni vaqtda telefonimda Klik ham, Payme ilovasi ham yo'q. Unday bo'lgan holatda ham to'lovni amalga oshirishim mumkin bo'ladi. Masalan, Klik ilovasini belgiladim va to'lash tugmasini bosdim. Bunday holatda menda Klik ilovasining rasmiy sahifasi, ya'ni sayti ochiladi. Men bu yerga dastavval telefon raqamimni kiritaman, ya'ni karta raqamim ulangan va karta raqamlarimni kiritaman, ya'ni kartamning o'sha 16 ta raqamini va undan keyin kartani amal qilish muddatini kiritaman va davom etish, ya'ni продолжить tugmasini bosadigan bo'lsam, telefon raqamimga SMS keladi va mana shu SMSni kiritib men ushbu to'lovni tasdiqlayman. Demak, telefon raqamimga kelgan SMS xabarnomani bu yerga kiritib va tasdiqlash, ya'ni подтвердить tugmasini bosadigan bo'lsam va bu jarayon menda bir necha minut vaqt oladi va to'lov tasdiqlangandan keyin mini ilovaga qaytaman. Demak, bu yerda to'lov to'liq tasdiqlandi, ya'ni men Klik ilovasida ro'yxatdan o'tmasdan turib to'lovni amalga oshirdim va qaytadan mini ilovaga o'taman va to'lovim tasdiqlangani va kursga qo'shilganligimni ko'rishim uchun bu yerda kurslar bo'limiga o'taman va mana intensiv sertifikat kursida menda ko'rish degan tugmaning o'rniga davom etish degan tugma paydo bo'ldi va menda barcha darslar ana endi ochiq. Bundan oldin qulf holatda turgandi, endi esa hamma darslar ochiq. Men ayni vaqtda intensiv sertifikat kursining birinchi guruhiga qo'shildim. Ushbu kursni